Assalomu alaykum. Remontga BMW X7 restyling 2023 modelini olib qolganmiz. Tayyor bo'ldi. Xudo xolasa, mashinani hadovoyda tirqilagan ovoz chiqib qopti. Ko'rib berdik. Zavodskiy anti-bliklar bo'ylar. Salon qismi. Коричневый kojada. Abdov, podogrev, massaj, хрустальный скоричак, adab displey, hamma navrot bor. Panorama. Slim stop. Mashinaning orqa ko'rinishi. Kimda shunaqa mashinalar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Beramiz chiroyli qilib. Sog' bo'linglar.